O'zbekistonda havo harorati 28 gradusgacha ko'tarilishi mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. O'zbekiston hududi iliq va nam havo massalari ta'sirida bo'lib, ayrim hududlarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shu bilan birga kunduzi havo harorati 25-28 darajagacha ko'tarilishi mumkin. 23-24 mart kunlari respublika bo'ylab Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidan tashqari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi havo harorati 20-25 daraja, ayrim hududlarda esa 28 darajagacha yetadi. Kechalari havo harorati asosan 7-12 daraja iliq bo'ladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda esa sel, suv toshqinlari hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkent shahrida 21-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 21-23 darajagacha ko'tariladi. 23-24 mart kunlari esa qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatilib, kunduzi harorat 20-25 daraja atrofida bo'ladi. Eng so'nggi yangiliklarni bizning kanalda birinchilardan bo'lib kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.